takrorlab olamiz. Darsdagi faolliklarimizni mana bu ballar asosida men baholab sizlarga berib ketaman. Qanaqa javob bersanglar shunaqa ball berib ball yig'asizlar dars oxirigacha. Demak, dars mobaynida sizlarning aktiv harakatlaringiz ball bilan baholanib boriladi. Addiksiya deganni nima tushunamiz? Addiksiya. Hop, marhamat. Aha, 2 ballga bakar baholab turamiz. To'g'riroq javob bersizlar. Addiksiya deyapman. Marhamat. Kishi mana 5 balllik mavzu. Ikkinchi mavzu o'rtoqlar addiksiya, kimyoviy qaramlik psixologiya. Bu sabab aynan addiktiv huquq, ya'ni tobelik huquqining kimyoviy elementi bo'yicha gaplashamiz. Ko'rib chiqadigan o'quv savollarimiz addiksiya nima? Addiktiv huquq nima? Qaramlikning qanday shakllari mavjud? Addiktiv huquq qanday shakllanadi? Kimyoviy addiksiya deganda nima tushuniladi? Kimyoviy addiktning psixologik xususiyatlari va komplekslari deganda nima tushuniladi? Va eng asosiysi addiktiv huquq terapiyasida 12 qadamlik qo'llab-quvvatlash guruhlari degan narsa bor. Shu 12 ta qadamda qanday qilib mijozni davolanish jarayoniga psixologik hamrohlik qiladi. Shu bo'yicha gaplashamiz. Tushunarlimi? Biz aytyapmiz 3 xil qaramlik turi bor, to'g'rimi? Birinchisi kimyoviy deyapmiz. Ikkinchisi deyapmiz nokimyoviy addiksiya. Va uchinchisi bu biokimyoviy addiksiya. Sizlarga har xil tobelik turlarini tarqataman. Sizlar uni kichkina ta'rif berib aytishingiz kerak bo'ladi. Bu qaysiga kiradi, qaysiga kimyoviymi, biokimyoviymi yoki nokimyoviyga kiradimi da tushuntirib aytadi. Shuni biz qo'yib ketaveramiz. Tushunarlimi? Xo'p. Rasmlarni ham qo'yib berib chiqaman. Mana kimda bu yo'q bo'lsa rasm beraman. Chiqqan payti qaysi yozuv chiqqan payt o'sha rasm kimda bo'lsa aytasizlar. Tushunarlimi? To'g'ri topganlaringizga qarab biz sizni ball bilan siylab boramiz. Marhamat, birinchi kimdan boshlaymiz? Davaychi bu faktdan boshlaymiz. Marhamat. Bizga kleptomaniya tushgan. Kleptomaniya bu shu o'g'rilik hisoblanadi. Bu nokimyoviy addiksiya turiga kiradi. Bunda bunga ta'rif beradigan bo'lsa, bu odamlarning narsalarini o'g'irlashi, o'sha biror shaxsning odamlarning narsalarini o'g'irlashi haqidagi o'sha biokimyoviy psixologik buzilish hisoblanadi. Bunda u o'sha bu psixologik buzilishdagi inson o'ziga qandaydir moddiy foyda olish maqsadida emas, mana shu ichki anaqasini bostirish maqsadida mana shunchalik moddiy o'g'irlik emas. Bir maqsad yerda bir yetishmovchilik uchun emas. To'g'ri javob berdilar. Rahmat, sizni biz mana 5 baho bilan maqtaymiz. Молодец. Xo'p. zarar yetkazadi. Bunda o'sha kimyoviy kiradi. Bunda o'sha insonni giyohvand moddalarga qaramlik qolish holatiga yuzaga kelmaydi. Hop. Kimga rasmi tushgan? Marhamat, tushuntirib bering. Qo'shimcha qilasiz, bering. Organizmga berilgan inson o'zini stresslarni, ichki qo'rquvlarini shu orqali bino qiladi. Bu kimyoviy addiksiyaga kiradi. Biron bir mahsulotga o'tkazdan ketish deb ataladi. Misol uchun ehtiyoj va faoliyat o'rtasida jarayon kechadi. Ya'ni ehtiyoj va faoliyatga kirishmasdan inson faqatgina stressni bartaraf qilish uchun ko'p ovqat yeydi va stressini o'shanda bartaraf etaman deb o'ylaydi. Biron bir faoliyatga kirishmasdan oldin. To'ppa-to'g'ri. Va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1989 va 1990 yillarda Garvard universiteti olimlari tomonidan, ya'ni ko'proq yog'li va uglevod tarkibida uglevod bo'lgan mahsulotlarni iste'mol etish insonning sog'lig'iga zarar deb aytiladi. Rahmat. Qaramlik 3 xil turi bor. Kimyoviy addiksiya, biokimyoviy addiksiya va nokimyoviy. Kimik elementlarga insonning organizmi qaramlik bor. Farmakodinamik tolerantlik degan tushuncha bor. Inson organizmi shu dorilardan, kimyoviy moddalardan kelib tushayotgan ta'sirga inson organizmi o'rganib qolishi.
Va bular turlari biz aytdik, kimyoviy addiksiyaning asosiy turlari bu narkomaniya, alkogolizm, toksikomaniya и kashandalik. Biokimyoviy addiksiyada ko'proq bu anoreksiya yoki bulimia. Va eng ko'p tarqalgan turlar bu nokimyoviy addiksiya hisoblanadi. Bular qilyapti gambling addiction, qimor o'yinlariga qarab, bir-biriga qarab qolish insonlar bo'lishi mumkin. Ayol erkak ayolga, otasiga, onasiga, dugonasiga, do'stiga, hattoki kuchugiga, mushugiga, uy hayvoniga inson shunaqa emotsional simbioz munosabatga kirish. Seksualizm jinsiy sheriklarni tartibsiz ravishda almashtirish istagini patologik intilishi va trudogalizm ishsiz hayotini tasavvur qilolmagan va bu uni hayotiga, oilasiga ta'sir qilishni boshlaydi. Shopogalizm demak tartibsiz savdoga qiziqish, ta'sir qilishga va kleptomaniya va o'g'rilikka patologik intilish esa bular demak o'sha nokimyoviy xaroblik turlari hisoblanadi. Shularni aniqlaymiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va 5ta fazada bo'ladi. 5 bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqichni biz ataymiz fiksatsiya bosqichi. Nima degani fiksatsiya bosqichi? Aynan kimyoviy addiksiya. Parasli manamanda oxirgi bir holat bo'yicha keysda aytib beraman. Bir yigit 16 yoshda o'sha qamaldi. 3 marta narkotika bilan qo'lga tushib, 3-chisida o'sha uni iloji bo'lmadi, saqlab qolishdi. U hozir jazoni o'tayapti. Narkotik moddalarning iste'moliga to'g'risi ketgan. Birinchi bosqich qanday o'tdi? Birinchi fiksatsiya degani odam shuni hidini biladi. Mana shu narsa meni qutqaradi. Mana shu narsa meni zerikchi holatdan olib chiqadi. Mana shu narsa bu zo'r narsa, bu sehrli tayoqcha bu. Shunday qo'llasang hayotim yaxshi bo'lib qoladi. Tushunyapsizlar? Bu fiksatsiya, ya'ni o'sha P degan yigitcha u ham baxtli bo'lish mumkin edi. U ham o'qishga kirish mumkin edi. Oilada tinchlik yo'q. Otasi bilan onasi har doim janjal qiladi. Onasi o'smirlik davridagi inqirozlarni tushunmayapti. Bolada shakllanayotgan yigitlik, mas'ullik hislatlarini bostirish bilan shug'ullanib, uyda tinchlik totuvlik bo'lmagandan keyin da xavfsiz ishonchli muhit bo'lmagandan keyin bola ko'chada yolg'on guruhlarni qo'lga tushib qolyapti va tabletkani qabul qilyapti. Sintetik narkotika. Va u euforiya holatiga tushyapti. Boyagi qarak turgan miyam o'sha qarak emas. Boyagi og'rib turgan qalbim, dilim o'sha og'rimayapti. Boyagi tanamdagi taranglik o'sha tarang emas. Ko'ryapsizlar? Naqadar yaxshi. To есть birinchi bosqich shunaqa oson yo'li bor ekan-ku. Qiyin vaziyatdan chiqishni oson yo'li bor ekan-ku bu fiksatsiya. Ras ketdi. Tushunarlar? Ikkinchi bosqichda bu ketma-ketlik xulqi shakllanadi. Ketma-ketlik xulqi degani nima degani? Bu bola endi stressda, inqirozda, kimdir yoqmasa, ikki olsa, kimdir uni demak noqulay holatga tushirsa, unda nima bor? Birlamchi tajriba bor. Qo'rqma, seni qutqaradigan vosita bor. Va mana shuni ketma-ket qo'llashni boshlab, uni xulqida mana shunday andoza shakllanadi. Shularlar uchinchida endi qo'shimcha men obrazini shakllanishi. Qo'shimcha endi bola inson ketma-ket bu kimyoviy moddani iste'mol qilgandan keyin ichida alohida buni biz psixologiya aytamiz. Agar biza shaxs bo'ladigan bo'lsak, buni biz aytamiz subshaxs. Nima degani subshaxs degani? Inson psixologik tuzilishida paydo bo'ladigan qo'shimcha men obrazi, qo'shimcha shaxs. Bu alkogolikda qo'shimcha alkash shaxs, narkomanda o'zi masalan yaxshi. O'zi Abduvali degan yigit
Abduvali degan yigitning ichida yana qanday yigit yashaydi endi? Narkoman yigit. Va u inqiroz paytida, boshqa payt uni asosiy oliy meni bor. Oliy men harakat qilaman. Yengib o'taman degan paytda qo'shimcha ichidagi men nima deydi? Yo'q deydi. Undan olish kerak deydi. Undan olish kerak deydi. Qayt orqaga deydi. Ketdik deydi. O'sha holatdan chiqib ketamiz. Butun umr unga xalaqit qiladigan, unga to'sqinlik qiladigan, uni muvaffaqiyatdan olib qochadigan qo'shimcha ichida nima paydo bo'ldi? Men qo'shimcha substant paydo bo'ldi. Tushunarlar? Ana shundan keyin o'rtoqlar, unda nima paydo bo'ldi? Qo'shimcha men bo'ldida, ana endi unda ko'plik. Nima degani ko'plik? Все uni shakllanadi. U o'ylayapti, bu nojo'ya harakat emas, bu jinoyat emas, bu strategiyasi. Bu yondashuv deydi. Va beshinchisi bu shaxs yemirildi. Shaxs yo'q deydi. U tanasiga uchradi. Mana shunday qilib har qanday inson kimyoviy addiksiyaga uchrashi mumkin. Tushunarlar? Yakunlanib qoldi. Ballarni hisoblaymiz. Kimda? Necha ball? 9 ball. 13 keling. Bularni ham tabrib qo'ydik, qanchaga yozsak. Hurmatli talabalar, mana bugungi mavzumiz tugadi. Kimda qanday savollar bor? Hammasi tushunarlimi? Birovlar tushunmasanglar, o'qish paytida alohida savol tug'ilsa, uchrashib turadigan guruhimiz bor. Telegramda, o'sha yerda kanalimizda psixosfera kanaliga yozishingiz mumkin. Ma'ruzani yuklab qo'yamiz, o'sha yerda olasizlar. Qo'shimcha adabiyotlar, addiktologiya bo'yicha kitoblar bor, narkologiya bo'yicha kitoblar bor, o'zimizda kutubxonada ham bor kitoblar, u kitoblar ro'yxatdan bo'lib. Tayyorgarlik ko'rib kelasizlar, o'qiysizlar, qo'shimcha o'rganib. Shularni hammaga. Bo'lmasa hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.